Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda boshlangan bir haftalik ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 13-19 aprel kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. Hafta boshidagi issiq va quruq havo chorshanbadan sezilarli salqin, yomg'irli va bulutli ob-havo bilan o'rin almashadi. Dushanba, seshanba kunlaridagi +29, +32 darajali haroratlar chorshanba, juma kunlari +15, +20 darajaga o'zgaradi. Hafta o'rtasida cho'l hududlarida kuchli shamollar esadi. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlar asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozlari markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Hafta boshlarida qo'shni Turkmaniston hududlaridan issiq va quruq havo massalari kirib keladi. Bu kabi issiq havo to'lqini respublikaning katta qismida seshanba kuni ham saqlanadi. Seshanba kechga borib Kaspiy dengizi tomonlaridan nam havo oqimlari mintaqaga shiddat bilan kirib kela boshlaydi. Shimolda dovullar, kuchli yog'ingarchiliklar kuzatiladi. Chorshanbadan esa markazda atmosfera bosimi 1030 pa gacha ko'tariluvchi antisiklon jarayoni hududlarda havo haroratini keskin pasaytirib yuboradi. Ushbu havo oqimi 15-17 aprel kunlari mintaqa ob-havosini belgilaydi. Hafta boshlarida hududlarda qariyb +32 darajali issiqlik muhiti chorshanbadan +15, +20 darajali salqinlik bilan o'rin almashadi. Hafta o'rtalarida joylarda tungi va tonggi minimal harorat qiymatlari ham +5, +8 darajagacha, ayrim hududlarda +3 darajagacha pasayadi. Nam havo oqimi ortidan kirib kelayotgan sovuq havo to'lqini o'rin almashinish paytlari, xususan 15-16 aprel kunlari joylarda juda kuchli shamollar esishi, ayrim hududlarda chang bo'ronlarini keltirib chiqarishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Qizilqum cho'llarida shamol tezligi kuchayganda soniyasiga 25 metrgacha yetishi mumkin. Dushanba kuni hududlarda juda issiq harorat kutilsa, payshanba kuniga kelib, aksincha, uning teskarisi ro'y beradi. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham 13 va 16 aprel kunlari uchun mintaqada sutkalik haroratning ko'p yillik iqlimiy me'yordan chetlashish kartasi keltirilgan bo'lib, unda hafta o'rtalarida hafta boshiga nisbatan kunlik harorat naq 8-10 darajaga pasayib ketishi mumkinligini ko'rish mumkin. Ayniqsa, shimol tomonlarda qisqa davrda harorat o'zgarish farqlari juda katta bo'ladi. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlarga ko'ra, haftaning dushanba, seshanba kunlari respublika bo'ylab issiq va quruq ob-havo hukmron bo'ladi. Buxoro, Navoiy, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida kunduzgi paytlarda +32 darajagacha issiq kuzatiladi. Chorshanbadan respublikaning markaziy hududlarida havo harorati keskin pasayib, vodiyliklar bu kabi salqinlikni payshanba kuni to'liq his eta boshlaydi. Xususan, chorshanba va juma kunlari hududlarda maksimal harorat nari borsa +20 darajagacha, ayrim hududlarda esa +15 daraja atrofida bo'ladi. Minimal harorat qiymatlari kunduzgi harorat kabi keskin o'zgarishga ega emas. Hafta boshlarida joylarda tunda harorat +10, +15 daraja bo'lsa,
Hafta o'rtalarida bu kabi qiymat +7, +12 daraja atrofida, shimolda +5, +10 daraja qiymatga yaqinlashadi. Quyidagi xaritada hafta davomida joylarda kuzatilishi mumkin bo'lgan eng past harorat prognozi taqdim etilgan bo'lib, unda ayrim tog'oldi hududlarda tunda harorat +3 darajagacha pasayib ketishi mumkinligini ko'rish mumkin. Baland tog'larda esa harorat 0 darajadan pasayib ketadi. Sinoptiklar 13-aprel kuni respublikada quruq ob-havo kutilishi, 14-apreldan shimol va tog'larda, 15-apreldan esa respublikaning vodiy viloyatlaridan tashqari barcha hududlarda, 16-aprel kuni respublika bo'ylab yog'ingarchilik bo'lishini e'lon qilgan. 17-aprel kuni shimol hududlaridan tashqari respublika bo'ylab yog'ingarchilik saqlanadi. Yog'inlar chaqmoq, momaqaldiroq xususiyatli bo'lib, ayniqsa 14-15-aprel kunlari shimol tomonlarda, 15-16-aprel kunlari tog'li hududlarda yog'inlar juda jadal va ko'p miqdorda yog'ish xususiyatiga ega. 18-aprel kuni tog' va Toshkent viloyati hududlarida yog'ingarchilik ehtimoli saqlansa, 19-aprel kuni respublika bo'ylab quruq ob-havo bo'lishi oydinlashgan. 15-aprelga o'tar kechasi shimol tomonlarda sovuq havo oqimlarining shiddat bilan kirib kelishi sababli 15-16-aprel kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida shamol tezligi soniyasiga 25 metrgacha kuchayishi taxmin qilinmoqda. Ushbu kunlari boshqa viloyatlarda ham shamol tezligi boshqa kunlarga nisbatan sezilarli tez esishi va kuchayganda soniyasiga 18 metrgacha yetishi mumkin. Quyidagi shamol prognoz xaritasida 15-aprel kuni hududlarda shamol tezligi ancha kuchli esishi mumkinligiga guvoh bo'lish mumkin bo'ladi. Ayniqsa, cho'l hududlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan shamollar o'z ortidan chang bo'ronlarini xavfini orttiradi. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, butun hafta salqin bo'lishi keltirilgan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim tumanlarida joriy hafta shu davrga xos o'tmish hafta haroratidan 3-6 daraja past salqin bo'lishi qo'shimcha qilingan. Shu bilan birga, joriy hafta shimol va Qizilqum cho'llarida me'yordan ko'p yog'inlar kuzatilishi, Xorazm viloyati va unga qo'shni Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida ham sezilarli namgarchil hafta bo'lishi oydinlashgan. Boshqa viloyatlarda hafta davomida me'yorga yaqin yog'in tushadi. Shunday qilib, joriy hafta boshlarida juda issiq, o'rtalarida sezilarli salqin havo bo'lishi, hafta o'rtalaridagi salqinlik nabotot olami uchun biroz tinim davri, ularda o'suv biroz kechikishini, chorshanba, payshanba kunlari hududlarda esishi kutilayotgan kuchli shamol va tog' etaklarida sel kelishlari joylarda turli favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan o'zingiz batafsil o'qib olishingiz yoki ekranlaringizdagi yozuvlardan ham videoni sekinlashtirib o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.